Qo'ltiq osti limfa tugularining kattalashishi. O'tgan mavzumizda bo'yin va bo'yin atrofi shishlari va limfa tugullarining kattalashishi haqida aytib o'tganimizda ko'p savollar tug'ildi va bu savollarga javob berildi va javob berib kelinmoqda. Bugungi oqibatlarni aytib o'tamiz. Qo'lning barcha qismlarida paydo bo'ladigan yallig'lanishlar, bo'g'imlarda kuzatiladigan yallig'lanishlar va barmoqlar atrofida kuzatiladigan yallig'lanishlar, turli xil hayot davomida orttirilgan travmalar natijasida suyaklarning yallig'lanishi limfa tugullarining kattalashishiga sabab bo'lishi mumkin. Ko'krak bezlarida implantlarning qo'yilishi, ko'krak bezlarini kattalashtirish uchun har xil gellardan foydalanish, erkaklar va ayollarda uchrab turadigan tashqi ko'rinishni yaxshilash, ya'ni implantlar qo'yilishi natijasida qo'ltiq ostidagi limfa tugullarining kattalashish belgilari kuzatiladi. Ayollarda sut bezi bilan bog'liq, erkaklarda esa ko'krak bezi bilan bog'liq bo'lgan muammolar, ayollarda mastopatiya, uzlovaya mastopatiya, fibroadenoma va mastit belgilari qo'ltiq osti limfa tugullarining kattalashishiga sabab bo'lishi mumkin. Ayollar va erkaklar o'rtasida uchrab turadigan ko'krak bezi, sut bezi, saraton kasalligida keyingi bosqichlarda limfa tugullarining kattalashishlari kuzatiladi. Terida uchrab turadigan kasalliklar, melanoma kasalligi bilan bog'liq bo'lgan muammolarda ham qo'ltiq osti limfa tugullari kattalashadi. Kasallik belgilari ko'rib turganingizdek tashqi tomondan aniq ko'rinadi. Bemorlar tashqi tomondan ko'rganda sezilarli darajada kattalashish, qo'ltiq ostida og'riq, shish va kattalashish, qo'lning harakati cheklanishi, shu holatlarning paydo bo'lishi bemorlarga albatta shifokor ko'rigidan va shifokor nazoratida bo'lishga, bezovtalik paydo bo'lganda bemorlar mana bu ko'rsatib turilgandek qo'ltiq osti, tashqi va ichki tomonlarini albatta o'zlari paypaslab ko'rishlari shart. Bemorlar kech murojaat qilgan holatlarda limfa tugullarining mana bunday holatda kattalashishi ko'rinadi. Bu holatda davolash usullarini tanlash biroz shifokorlar uchun qiyinchilik tug'diradi. Tekshiruv usullari: yumshoq to'qimalar qo'ltiq osti sohasi palpatsiya qilib tekshirib ko'riladi. Ultratovush tekshiruvi o'tkaziladi. Rentgen tekshiruvi, kompyuterli tomografiya tekshiruvlari o'tkaziladi. Limfa uzunlar o'zgarganligi aniqlansa, ultratovush nazoratida punksiya, biopsiya usullari tavsiya qilinadi. Punksiya va biopsiya usullari og'riqsizlantiruvchi dorilar bilan birgalikda olinadi. Olingan materiallar sitolog va gistologlar tomonidan tekshirilib, bu tekshirilgan materiallarning qanaqangi xususiyatga ega ekanligiga qarab shifokor bemorlarga to'g'ri tavsiya berishi va to'g'ri yo'naltirishi mumkin. Aks holda bemorlarga tashxis qo'yish biroz qiyinchilik tug'diradi.